Assalomu bizda yangi modellar keldi. Ulardan qisman 3-4tasini biz ochib qo'ydik. Bu yerda ZenBook ko'rishingiz mumkin Ultra 7, protsessori 255H bo'ladi, 16 GB azu, 512 SSD, ekrani sensorli bo'ladi, OLED Full HD+ razрешениеda metallический премиальный bo'lgan yengil Ultrabook. Mana shunday ko'rinishda 14 talik juda ham yengil. Aslında yoningizda olib yurish uchun mana shunaqa moshina Ultrabooklardan keldi. 2 v 1 bo'lgan VivoBook TP seriyasi, bu ham sensorli ekranda. i5 protsessorda ko'rishingiz mumkin. Klaviaturada podsetkasi bor, multitouch bilan jihozlangan bo'ladi. Hop, 16 GB azu, 512 GB SSD. Ultra 7 protsessor 256V, 16 1 TB Omnibook X seriyasini 14 dyumlisi, bu ham 360 gradusga aylanadi. Xuddi shu modelga o'xshab, buni ham ko'rinishi juda ham minimalistik dizaynda qilingan. Bu 14 dyumligi, juda ham yengil bu ham. Buni 16 taligi ham bor. Agar sizga kattaroq ekranda shunaqa 2 notebook kerak bo'lsa, 16 dyumi ham bor. Faqat buni hali ochmadim, bitta korobkada turibdi, ko'rishingiz mumkin bu yerda. Xo'p, 16 dyumda Ryzen 5 protsessor, AI podдержка bilan 16 GB azu, 512 SSD, ekran sensor, Full HD+ razрешениеda, klaviaturada podsetkalari bor, metallistik korpusda bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa minimalistik dizaynda qilingan. Faqat rangi mana shunaqa grey bo'ladi. MacBookga o'xshab ketadi. Kolonkalari juda ham sifatli, o'zi notebook o'zi ham sifatli. Bu modellarning hammasi Type-C dan zaryadka oladi. Xullas, yangi modellarimiz hammasi mana shular. Bundan tashqari tafli kelgan Omnibook 5-seriyasidan Core 7 protsessor 16 ga 512 xotira bilan kelgan. Modellar juda ham ko'p, soni cheklanmagan. Narxlari juda ham arzon, optim narxda. Xohlasangiz kolичествоga, xohlasangiz donaga bir xil narxda, arzon narxda qilib beramiz. Batafsil informatsiyani bizning veb-saytda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Notebook o'z aloqada.